Qanaqasiz? Assalomu alaykum. Biz hozir qayerda turibmiz bor? Albatta yangi Toshkentda turibmiz. Yangi Toshkentning ichida shunaqangi domla уже ko'tarilib bo'ldimi? Da. Siz ham o'zingizga bitta dom olib qo'ying, Rasul aka. Agarda menga narx to'g'ri keladigan bo'lsa, dom olib qo'yishim aniq. Narxi qanaqa? Boshlang'ich 50 million to'lov bilan bemalol o'zingiz kvartira 50 xarid million qilishingiz mumkin. Albatta. Aniqmi? Aniq. Boshlang'ich to'lovi 50 millionmi shunda? 50 million. Bu shunda necha xonali bo'ladi? 40 kvadratdan boshlanadi. Aha. 82 kvadratgacha xonadonlarimiz ham mavjud. Bu balkonlari ham juda ham chiroyli chiqqan ekan. Yana bir bonusini aytaman sizga. Shu bosh to'lov bilan siz 232 metrli fontanimizga shundoq Shunda men 50 million pul berib ham domlik, ham shunaqangi chiroyli manzarasi bor fontanni ko'rishim mumkin, to'g'rimi? Albatta. Oylik to'lovlarini chiroyli narxlarda menga qilib berasizmi? Shunda? Nafaqat sizga kelgan har bir mijozga shu reklamani chiqarib yuboraman men lekin. Bemalol. 50 million deb boshlang'ich to'lovini. Bemalol. To'g'rimi? To'g'ri. Tem bo'lib balkoni bor, 232 metrli fontanga qaragan joyga yetyapsiz lekin. Qarayda, videoni chiqarib yuboraman, qo'y lekin. Bemalol, Rasul aka. Aniq. Okalar, bilasizlar, men uncha joydan joy sotib olmayman. Yangisaroydan 2 xonali dom oldim. Sizlarga maslahat beraman. Yangi Toshkentning Qovurg'a markazidan degan gaplarim bor, bilasizlar. Maslahat beraman, kelinglar, xudo xolasa, boshlang'ich to'lovini 50 million qilasizlar. Nominglarga sirazi bangillatib o'tkazib beradi. Sog' bo'linglar, charchamaydi.